Assalomu alaykum aka birodarlar, yaxshimisizlar? Bak ko'chadagi uyda qurilish ishlari davom etyapti. Elektromontajlar bitdi, xudo xolasa. Aka birodarlar, mana shu yer mana ochiq, sochiq mana. Polni buzilib ketgan, hech narsasi yo'q-da mana. Shunga shu hafta bir lentishni beton qo'ysak, peska blok haberaman degan akalar bo'lsa, shunga sement haberaman degan akalar bo'lsa, shu betoniga, mana shu mana qumsuvoqqa, mana shu video jo'natdik. Shu videoda mana shu buzilayotgan uylarda bir darvoza mana sotiladi ekan. Uni 20 ming so'mga baholandi u darvoza. Bu darvozaga o'zi o'ta ko'p rasxod ketgan. Shu yerga bir darvoza bo'lib qolardi mana. Shu uyga befarq bo'lmayli kelinglar aka birodarlar. Alloh uchun. Nima qilinayotgan bo'lsa hammasi Alloh uchun bo'lyapti. İnşallah. Mana xudo xolasa bu uyni patologini mana bir ukamiz olgan. Polini shu mana do'ng ko'chadagi aka-ukalar, Adamjon akam, Azamtoy akalar mana polini olishdi. Shuning uchun qo'ldan kelgancha harakatdan to'xtamaymiz. Kelinglar aka birodarlar. Maqsadimiz bir, Alloh taoloning roziligi. Qumsuvog'ini sentili ukalar oldi, maşallah. Harakatdan to'xtamaymiz.